startap o'zi juda ham riski yuqori. $1 million. 10tadan 2tasi tirik qolsa ham katta gap. Sun'iy intellekt orqali biznes angelni izlash kerak. 5 yildan keyin biz faqat O'zbekistonda emas, kamida Markaziy Osiyoda xizmat ko'rsatishimiz kerak. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Kasva kompaniyasi haqida gaplashamiz. Yuk tashish sohasi bo'yicha ishlayotgan xodimlar, mutaxassislar uchun bu video foydali bo'ladi va Kasva kompaniyasi haqida o'zimizga kerakli ma'lumotlarni bilib olamiz. Kasva kompaniyasi nima? Kasva kompaniyasi xuddi yuk tashish uchun mo'ljallangan mashinalarni xuddi taksi chaqirgandek chaqirish imkoniyatini beruvchi onlayn platforma hisoblanadi va bugungi suhbatdoshimiz Kasva kompaniyasini asoschisi va rahbari Muzaffar Hamdamov bo'ladilar. Assalomu alaykum Muzaffar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz podkastimizga. Muzaffar Hamdamov o'zi kim? Birinchi savolimiz. Muzaffar Hamdamov o'zi ma'lumoti bo'yicha moliyachi. Men o'z ish faoliyatimni 2009-yildan boshlab kelyapman. Moskvada o'qib tugatganman. U yerda ham 2 yil ishlab auditorskiy kompaniyada, keyin qaytib kelganimdan keyin 5 yil Uzbatda ishlab va 16-yildan beri SAK, ko'plar SAK gilamlari deb biladigan gruppa kompaniyada ishlab kelaman va moliya direktori bo'lib. 2020-yildan boshlab biz alohida startapga asos soldik va hozirgi kunda Kasva nomli platformada biz yuk tashish xizmatlarini amalga oshiramiz. Moliyachiman dedingiz. Nimaga moliyachi aynan IT sohasida faoliyatini davom ettiryapti hozirgi paytda? Buni tarixi qiziq. O'zi moliyachi bo'lishimga qaramasdan, men endi har doim bilasizmi, bir korxonaga kelgandan keyin bor tizimni yaratuvchi, tizimni o'zgartiruvchi odamlar bo'ladi va men o'sha qayerga kelmasam, bir kamchilikni ko'rsam, tizimda samaradorlikni ko'rsam, shuni ustida ishlab, shuni o'zgartirib, bir yangilik kiritay deb ustida ishlab kelgan odamman. Xuddi shunday SAKka 2016-yilda kelganimda ham, masalan, moliya bo'limi umuman bo'lmagan. Lekin hozirgi holatda 20 dan ortiq odam ishlaydi u yerda. Demak, o'sha narsani boshidan tushunib, qanaqa tizim yaratish kerakki, bu raqamli tizim, buni kontroli bor, hisob kitobi bor, keyin qulayliklarni yaratish, avtomatlashtirish, umuman har doim общий bunga qarab kelganman va shunday bo'lganki, misol uchun SAP ERP sistemasi dunyoda taniqli, bu ham O'zbekistonda kamdan kam korxonalar buni o'ziga joriy qilgan. Shuni ham proyektning menejeri bo'lib ishlaganman vaqtida va ikir-chikirdan hammasini bilaman va shuning uchun shunaqa layoqatligim bor ekanki, shu narsalarga qiziqishim ham bo'lgan har doim. Faqat bu sonlar bilan ishlash emas, o'sha tizimni mukammallashtirish, rivojlantirish, kamchiliklarini yo'q qilish ustida ishlab kelganman. Va demak, o'sha pandemiya boshlangandan keyin ko'pchilik bilasiz, endi o'shanda onlayn servislar rivojlanishni ko'p boshladi. Biz o'zimiz uchun shu yerda imkoniyat bor deb mana shu startapga asos soldik. Xo'p, Kasvaga to'xtalsak, Kasva nima? U qanaqa ma'noni anglatadi? Kasva o'zi ma'nosi, biz bilasizmi, endi yuk tashish deganda o'shanda o'ylab ko'rayotganimizda nima qilamiz, qanaqa nom beramiz deganda, yuk tashish bu birinchi navbatda xayolingizga Buyuk Ipak yo'li xayolingizga keladi. Buyuk Ipak yo'lida eng ishonarli yuk tashuvchilar ham o'zi demak shu tuyalar bo'lgan. Karvon. Lekin shunday tuya deb qo'ymaymiz-ku nomini, lekin bunga demak yana ham buni ma'nosini kuchli qilamiz deganda, o'ylab, har xil fikrlarda o'ylaganda, endi shu Al-Qasvo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir bog'liqlik joyi bo'lsa, nasib bo'lsa, bu barakali bo'ladi degan bir maqsadda shu nomni berganmiz. Faqat endi Al-Qasvo qo'ymaganmiz, osonroq aytilishga va yozilishga bo'lsin deb Kasva deb qoldirganmiz-da. Chunki aytilishi har xil tilda har xil bo'ladi odatda. Tushunarli. Kasva o'zi nimadan boshlandi, Muzaffar aka? Kasva o'zi ko'p produktlar startaplarda og'riqdan boshlanadi. Ya'ni biz ko'rib turgan, endi men ko'p katta korxonalarda ishlab kelganman. Og'riqlari bu nima? Bu yuk tashishda, ayniqsa O'zbekistonda ko'p narsa norasmiy. 90% dan ortiq yuk tashishlar hammasi naqdga qilinadi. Hech qayerda bu izi qolmaydi.
Bu ko'pincha telefon orqali yoki Telegram kanallar orqali, avval pitaklar degan narsa bo'lardi, hozir ham bor, ancha kamaygan. Mana shu orqali yuk tashishlari bo'lganda, bizda logistika bo'limimiz har doim ishlaganda bu ko'p resurs talab qilardi. Chunki bu odamni vaqtini ketkazadi, puli ketadi. O'rtada misol uchun har xil haydovchilar bo'ladi. U haydovchilaringiz misol uchun bittasi yo'lda o'rtasida yo'qolib qolishi mumkin. Nimaga telefon qilib uni topa olmasligingiz mumkin. Xizmat doirasidan tashqari bo'lishi mumkin. Hattoki logistika bo'limingizni qanchalik shaffof ishlayaptimi, yo'qmi, qanchalik ishonarli ishlayaptimi, yo'qmi degan savollar ham tug'iladi-da. Bu hamma tadbirkorlarda shu narsa bor. Shuning uchun bu narsani ko'rib turib ichidan shu fikrga keldikki, endi mana 20-yildan keyin esingizda bo'lsa, pandemiyadan keyin raqamli tizimlar juda ham tez rivojlanishni boshladi. Biz o'shanda bildikki, hozir shu bilan shu boshlasak, u vaqtda misol uchun hech bunga o'xshash o'zi tizimmi, bir produktmi yo'q edi. Biz lekin o'zimizga risk oldik, chunki odamlar bu narsaga o'rganish kerak. U odamni bir narsaga o'rgatish juda qiyin. Shuning uchun mana shu narsani biz boshlab yordik. Birinchi bo'lib boraylik-u, shuni yo'l ko'rsatib, birinchilardan iloyim mana yaxshi yutuqlarga erishaylik deb boshlaganmiz. Loyihani ishga tushirish oson bo'lmagandir, to'g'risi. Qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Albatta, bu oson emas. Qiyinchiliklari birinchi bu demak to'g'ri jamoa yig'ishdan boshlanadi, keyin undan tashqari demak o'sha bu programma, produkt, IT sohasi yo'nalishida olsak, o'sha programmani to'g'ri chiqarish, yaratish, to'g'ri chizish, chunki faqat u yerda dizayn emas, user experience deydi. Qanchalik odam shu programma bilan oson ishlay olishini ham har doim qarab borish kerak. Bu IT yo'nalishi bo'yicha aytsak, endi juda chuqur kirib o'tirmayman. Ikkinchi yo'nalishi bu odamlar bilan ishlash. Misol uchun bizda yuk beruvchi ham bizga mijoz, yukni tashuvchi ham bizga mijoz. Ikki tomon ham xursand bo'lib shu ishimizdan davolim bo'lish kerak. Demak, mana bu yuk beruvchilar uchun bu ishonarli servisni ko'rsatish kerak, ularni ishontirish kerak. Keyin undan tashqari bu yangi tizimda ishlashni o'rgatish kerak. Chunki odamlar misol uchun telefon orqali gaplashib o'rgangan odam uni keyin mana endi boshqacha qil desa, har doim o'zini orqaga tortadi. Endi bu tabiiy holat o'zi insoniyatga. Keyin albatta buni orqasida shuni ishontirib, nima uchun orqasida nima pluslari bor hammasini buni ko'rsatib berish. Yuk tashuvchilarga esa ularga biz hattoki har bitta butun O'zbekiston bo'ylab har bitta viloyatlarga, pitaklarga borib chiqqanmiz. Borganingizda ham ular ham qo'rqib, ishonmay, chunki uni telefoniga qo'yish kerak-da, o'rnatish kerak. Biz o'zimiz bilan endi merch olib boramiz, kepka kiyim bir narsalar olib borganda mana biz bepul beryapmiz. Faqat telefoningizga o'rnatsangiz bo'ldi deb borganimizda ham ko'plari telefonim bilan nima qilyapsiz? Teginmang telefonim bilan bir narsa qilyapsizmi deb qo'rqib, lekin 2-3 ta odam o'rnatgandan keyin qolganlari hamma kelib o'rnatishni boshladi. Ish qilib, bu bilan demoqchimanki, o'ziga yarasha qiyinchiliklar juda ko'p, chunki bu oddiy bir sayt yaratish emas. Saytni qo'ysangizki, shu biz sizni bitta joydan, bitta istochnikdan hamma keladi, siz o'sha yerdan javob berasiz. Bu yerda esa bo'lyapti ham programmni produkt yaratish kerak, ham demak yuk beruvchilar bilan o'ziga yarasha muloqotini qilish kerak, ular bilan gaplashish kerak, ularga xizmat ko'rsatish kerak va yuk tashuvchilar bilan ham. Umuman olganda mana shunaqa bir oson emas, qiyinroq bir jarayon. Tushunarli. Ilovani ishga tushirishga kim va qancha vaqt kerak bo'ldi? Ilovani ishga tushirishga 6 oy kerak bo'ldi MVP qilishga. Minimum available product, to есть eng kichkina sodda ravishda chiqariladi, startaplarda shunaqa o'zi. Demak, keyin yana 1 yilcha ustida kamchiliklarni ustida ishlab kelindi. Demak, umumiy olganda 1,5 yil ketdi buni bir yaxshi holatga keltirish uchun. O'zimizda ichki xodimlarimiz bor, programmistlarimiz bor. Biz hozirgi holatda misol uchun sun'iy intellekt решенияларni ishlatamiz. Umuman hozir bizda kuchli bir jamoa shakllangan. Ham programmistlar, ham call center operatorlari,
ham marketologlar, в целом bitta katta jamoa. Kompaniyani ishga solganingizda yoki ishni boshlaganingizda nimani his qildingiz? Endi har bitta odamda o'zini ishini yaxshi ko'radi, to'g'risi. Yaxshi niyat bilan boshlaydi, manfaatli bo'lsin deydi xalqimizga, odamlar uchun. Qo'rqmadingizmi? Yo'q, qo'rqish hech qachon bo'lmagan, hayajon bo'lgan. Ya'ni o'sha ayniqsa birinchi mana shu 6 oydan keyin mana deb endi hamma uchun chiqarilgandan keyin qanday bo'lar ekan, birinchi zakaz qanday bo'lar ekan, haligacha esimda bor birinchi zakaz kelganini va o'sha xuddi bir chaqaloq tug'ilganday, uni u yerni shamollab qolmasin, flavorma bir narsa qilganday boshidan oxirigacha o'zimiz ana shu soprovождать qilganmiz va o'shanda bilganmiz, ichimizda bir tarafdan biz xursand, g'ururlangan bir hislatlar bo'lgan, lekin boshqa tomondan tushunganmiz, hali oldinda juda katta ish. Marralarni zabt etishimiz kerak, juda katta chaqiruv, lekin bu albatta odamni ruhlantiradi va motivatsiya beradi. Qancha investitsiya jalb qilindi programmaga? Umuman olganda hozirgi holatda уже 1 milliondan ko'p investitsiya jalb qilindi. $1 million. Bu startap uchun kredit olish kerakmi? Yo'q, men tavsiya bermagan bo'lardim. Startap o'zi juda ham riski yuqori bir biznes. Aytaylik, 10 tadan 2 tasi tirik qolsa ham katta gap. Endi ishonish kerak startapga. Lekin riski katta bo'lgandan keyin u kreditni olib keyin qaytara olmay qolsa, uni ham muammolari bo'lishi mumkin. Kredit emas, biznes angelni izlash kerak. Ya'ni kimga o'sha puli bor odamga o'sha g'oyani ko'rsatib, ishontirib, shu o'sha rejalarni qurib, qanday qilaman, qanday rivojlantiraman hammasini isbotlab va o'sha investitsiya jalb qilishga harakat qilish kerak. Mana hozir yaxshi, biz 5 yil oldin bu narsani boshlaganimizda venture fondlar yo'q edi O'zbekistonda. Balkim bo'lgan bo'lsa ham bir rasmiy, lekin aktual bunday haqiqiy hayotda bu narsa ishlamas edi. Hozirgi holatda imkoniyatlar ko'proq. Mana 2 yillar bo'ldi, menimcha venture fondlar paydo bo'ldi O'zbekistonda, 3 ta 4 ta bor. Demak, mana IT park ham ancha-muncha bu IT sohasini rivojlantiryapti va o'zini IT venturesi bor, Aloqa ventures bor va hokazo Universal ventures bor. Shularga borib, ko'rsatib, isbotlab, qayta o'sha pulni jalb qilib startapni boshlashni men tavsiya bergan bo'lardim, kredit emas. Nimaga O'zbekistonda Muzaffar aka startaplar kam? Endi bu men bu narsani o'ylaymanki, bu evolyutsion bir proses. Biz o'zi O'zbekiston davlat ochiq bo'lganiga 2017-yildan keyin bu narsa boshlandi aslida. Endi vaqt kerak bu narsa, demak, o'sha 3-4 yil adaptatsiya bo'ldi, keyin mana IT parklar paydo bo'ldi. Bu narsaga vaqt kerak deb o'ylayman. Startaplar rivojlanishi uchun endi albatta birinchi navbatda katta bozor kerak. Bizning O'zbekistonimiz 38 million aholi bo'lsa ham, endi umumiy dunyoga olsangiz uncha katta emas. Hech bo'lmasa Markaziy Osiyoni hisob-kitobini olish kerak. Demak, o'sha Markaziy Osiyoga hech bo'lmasa nima deydi, o'sha rivojlanish ideyasi, rejalarini qo'ysa va o'shanda investitsiya jalb qilish sal osonroq bo'ladi. Lekin juda ham oson emas, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bu bir tomondan, ikkinchi tomondan bu o'sha venture fondlar. Hozirgi holatda bizda venture fondlarimiz paydo bo'ldi, o'sha pul ham tikishni boshladi, lekin birinchi natijalarini hali endi bitta ikkita ko'rishni boshladi. Bunga ham vaqt kerak deb o'ylayman. Bora ko'proq ijobiy natijalar bo'lgandan keyin venture fondlar ham qo'rqmasdan ko'proq pul tikishni boshlaydi va o'sha startup ekotizimi umuman rivojlanishni boshlaydi shu bilan. Shu Kasva kompaniyasining g'oyasini begonalar ko'chirib olishdan qo'rqmaysizmi? Yo'q, qo'rqmaymiz. Chunki g'oya bu 1%dir umumiy qiladigan ishdan, o'sha muvaffaqiyat omilidan. U yerda orqasida tizim, jamoa, ideya, oxirgacha turib berishlik, mijozlar bilan gaplashish, juda ham ko'p o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Biz qayta xursand bo'lamiz agar yana
bizga o'xshagan shu bozorda o'yinchilar paydo bo'lsa, nima uchun deganda biz bir o'zimizga ko'pchilikni o'rgatish qiyinroq. Odamlar endi bittagina programmali produkt bor ekan, o'taymi, o'tmaymi degan savol ko'proq paydo bo'ladi. Agar 2-3 ta bo'lsa, misol uchun 2-3 tadan tanlashni boshlaydi. Demak, в любом случае 2-3 tadan kimnidir tanlasa ham kirib keladi-da shu umuman sohaga. Shuning uchun biz umuman qo'rqmaymiz. Paydo bo'lsa xursand bo'lamiz. Bir ikkitalari o'rtada paydo ham bo'ldi, lekin raqobatchilar bor. Hozir ham bor. Paydo bo'lgan yaqinda. Ular endi to'g'ri raqobatchi deb hisoblamaymiz. Nima afzalliklaring bor? Bizda afzalliklarimiz bu birinchidan hamma haydovchilarimiz tekshiruvdan o'tadi. Ularda reyting tizimi bor. Demak, borgan sari qancha ko'p tarix ko'p oshib boraversa, reytingi yaxshi haydovchilar birinchi navbatda shu yukni ularga taklif beriladi. Xuddi Yandexga o'xshagan narsa ekan, faqat yuk tashish faoliyati bo'yicha. Shunday, faqat Yandexda misol uchun siz mashinani chaqirdingiz, u olib borib qo'ydi, shu bilan ish bitdi. Bu yerda esa bu yuk berilyapti. Bu bir qimmatbaho narsa ichida. Demak, mijozlar uchun juda ham muhim. Keyin qabul qilgandan keyin nima bo'lyapti? Yo'lda onlayn tracking bor. Qayerda mashina nima bo'lyapti, nima ketyapti. Eng muhimi call center bor. Call centerimizda o'sha mijozlar 24/7 rejimda nima bo'lyapti, nima savollari bo'lsa hammasini berishi mumkin. Ham mijoz bilan, ham haydovchi bilan aloqada bo'lib turadi. Da, shunday. To есть ham haydovchi ham call centerga savoli bo'lsa berishi mumkin. Yuk yuboruvchi ham savoli bo'lsa call centerga aloqaga chiqib savollarni berishi mumkin. Bu yerda yukni yuborgan odam qandaydir o'zini xotirjam his qiladi. Kerakli vaqtida tracking bo'yicha qarashi mumkin yoki bir xillari trackingni ishlatmasa, telefon qilib so'rashi mumkin, nima bo'lyapti, nima ketyapti deb. Undan tashqari to'lov turlari. Boya aytdik, naqd bilan ishlaydiganlar. Bizda hamma to'lov turlari, naqdmi, kartagami yoki bank orqali pul o'tkazmalarimi. Demak, bu rasmiy shartnoma orqali ishlanadi. Ya'ni demak, barcha to'lov usullari bor, mavjud. Korxonalar uchun ham bu foydasi bor. O'ziga xarajatni ko'rsatsa, foyda solig'i kamayadi. Chunki hozir ko'p tadbirkorlarimiz endi shaffof ishlashga o'tyapti. Endi shaffof ishlashga o'tgandan keyin hamma xarajatlarni ko'rsatmasa, foydasi ko'p chiqib qolsa, haqiqiy foydasi kamroq bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy foydasi katta chiqib qolsa, uni solig'i katta chiqadi. Demak, o'sha haqiqiy bo'lgan xarajatni rasmiylashtirish kerak. Biz bu yerda yordam bera olamiz. Demak, bizda chunki hammasi rasmiy ravishda o'tadi. Biz har doim o'zimizda platformamiz ustida ishlab, uni rivojlantirib boramiz. Biz shunchaki hozirgi yuk tashish bilan chegaralanib qolmaymiz. Ertaga ekotizim yaratish rejamizda bor. Ya'ni u yerda bo'lishi mumkin logistik sentr, masalan, sborniy yuk bo'lsa, kam-kamdan bitta joyga olib kelib, topshirib, o'sha yerdan katta bir yuk mashinasiga hammasini yuklangandan keyin olib borib tarqatib chiqiladigan xizmatlarni ko'rsatish rejalashtiryapmiz. Bundan tashqari kartalar, to'plova kartalari va hokazo umuman olganda va korxonalarda tadbirkorlarni biron tizimi bo'lishi mumkin, ERP tizimi bo'lishi mumkin, CRM tizimi bo'lishi mumkin. O'shalar bilan integratsiya qilish imkoniyatlarini ham bera olamiz biz. To есть o'zlariga, masalan, sizda CRM bor, siz bitta yukni boshqa joyga yuborishingiz mumkin, kerak va agar buni integratsiya qilib qo'ysa, avtomatam siz qo'lingiz bilan kiritib o'tirmaysiz. O'zi demak o'sha zakazni chiqarib qo'yadi, u zakazni qabul qilinadi, olib boriladi. Demak, sizga umuman olganda samarali boshqarishga yordam beradigan bir uskuna bo'lyapti bu. Sun'iy intellektmi shunda hozir? Bu hozir shunaqa desak bo'ladimi? Bu integratsiya ko'proq, lekin bora-bora biz hozir sun'iy intellektni juda ko'p решениялар ustida ishlayapmiz. Bolalar komanda hozir yangiliklar shu yarim yil, 1 yil ichida hali ko'p bo'ladi. Demak, biz tushunib turibmizki, hozirgi vaqtda sun'iy intellektni joriy qilmasangiz tizimlaringizga, siz qolib ketasiz. O'zi tem bo'li onlayn platforma bu. Shuning uchun bu narsani tushunib turib, hozir ustida ish olib borilyapti. Tushunarli. Xo'p, o'zi asosiy vazifa va mijoz nima, foyda deymizmi, sizga foyda kelayotgan bu haydovchilar hisoblanishadi. Ya'ni haydovchi bo'lmasa platforma yurmaydi.
Haydovchilar daromadi men uchun qiziq. Chunki biz bilamiz, ko'pchilik Amerikaga intiladi, truck haydaydi, boshqa qiladi. Meni o'zim yaqinlarim ham, qarindoshlarim ham truck haydaydi Amerikada. Juda ham daromadi yaxshi, har tomonlama zo'r. Biz O'zbekistonimizda ham hozirgi kunda o'sha haydovchilar daromadi qancha va qanaqa. Mana shu kompaniya tomonidan haydovchilarga qanaqadir qulayliklar yaratilganmi? Bu yerda qarang, juda ham muhim narsaki, albatta hamma ko'proq oylik olishni xohlaydi, ko'proq daromad ko'rishni xohlaydi. Lekin bozor bor. Bozorda shakllangan narx-navolar bor. Biz bozorga agar bozorda Samarqanddan Toshkentga misol uchun 1 millionga bitta yukni olib boradigan bo'lsa, bozorda hozir naqdga biz uni 1,5 million qilib qo'ya olmaymiz, чтобы haydovchi ko'proq pul ishlasin deb. Biz qanday haydovchilar bizga mijoz bo'lsa, xuddi shunday yuk beruvchilar ham bizga muhim. Chunki yuk beruvchi bo'lmasa ham, bu haydovchi shunchaki qarab o'tirgandan foyda yo'q. Tushunarli. Ya'ni ikki tomon tarozini bir xil tushirgansizlar. Bu bozor qonuni har doim o'zi balansga keladi. Xuddi shu balansga kelishga o'zi narx-navo belgilanishida shu sun'iy intellekt yordam beradi. Bir xil vaqtlar bo'ladi, biz shu misol tariqasida aytsak, Samarqand Toshkent 1 million bo'lsa, bir xil vaqtlari 500 mingga ham olib boradi. Bir xil vaqtlari 2 millionga. Nimaga bog'liq? O'sha mashinani ko'p kamligiga, o'sha demak marshrutni qanchalik u ko'p populyarligiga qarab o'naladi. Endi biz haydovchilarga nima qulayliklar yaratamiz degan savolga javobim bor. Bu ertaga bizda o'zi missiyamiz ham shunaqaki, butun O'zbekistonda yuk tashish sohasini bunaqa norasmiy kelishuvlarga tayangan usuldan chiqarib, shaffof, bir-birini tushunadigan va nima deydi? Qulay tarzda buni amalga oshirish. Bundan hamma yutadi. O'sha biznesmenlar ham biznes nimadan yutadi? U boshqarish osonroq va samaradorligi oshadi. Haydovchilar esa demak barqaror va endi bu rasmiy ishlayapti-ku. Rasmiy ishlagandan keyin ertaga pensiyasi bor, unga налоги o'tyapti. Demak, ertaga uni bir kelajagi ham bo'ladi. То есть hozirgi holatda haydovchilar naqdga ishlatganda ertasi u barqaror emas. Bugun ishladi, bugun pul topdi, lekin ertaga ishlamadi, puli bo'lmaydi. U налоги ham to'lanmagan, hech narsasi to'lanmagan, pensiyasi ham uncha-muncha chiqmaydi. Bu yerda esa o'sha qilayotgan ishini qilib boradi-yu, lekin ertaga pensiyasi ham bo'ladi. Tushunarli. O'sha haydovchilar hozir mana siz aytyapsiz, bitta yukni 1 millionga Samarqanddan Toshkentga olib borsa deyapsiz. Mana shu holatda faqat o'sha yukni olib bormaydi-ku, to'g'rimi? Misol uchun yana qo'shimcha haydovchi, ya'ni yuk tashish mashinasi katta bo'lganligi uchun qo'shimcha yana boshqa yuklar olsa ham bo'ladimi? Yo 1 millionga o'sha yukni yarmi, kam azda yarmi, misol uchun zilli yarmi to'ladi. Ya'ni qo'shimcha ravishda parallel. Misol uchun biz bilamiz, men o'zim odiydan bo'lganligim uchun yengil avtomashina haydovchilari ham odam oladi, ham posilka oladi. Ham shu jarayondan kelib chiqib ikkita tomonlama foyda qiladi. Ya'ni bu yerda yuk mashina haydovchilari bir vaqt o'zida ko'proq klientga xizmat qila oladimi? Albatta qila oladi. Bizda demak yuk yuboruvchi tanlayotganda agar bilsaki, aytaylik, mashin to'lmayapti, yuk mashinasi, u tanlashi mumkin. 50% ni to'ldiraman yoki 70% ni to'ldiraman deb boshdan belgilaydi o'sha narsani. Tushunarli. Haydovchi ham qabul qilayotganda shu narsani ko'radi. Strafovkasini olib qo'yar ekanda, demak. Yo, o'zi misol uchun bilasiz, shu yuk mashinasi, birinchidan yuk turlari, yuk mashin turlari har xil. Aytaylik, lekin baribir ham to'ldira olmayapsiz o'sha mashinani. Siz ham общий summasini to'lamaysiz-ku. 50% uchun to'lashga tayyorsiz, misol uchun. Shunga qarab buyurtma berasiz. Va o'shanga qarab haydovchilar uni ko'radi, qabul qiladi. Ikkinchi yarmini ham yo o'zimizda platformadan, yo boshqa joydan topib, to'ldirib keyin olib boradi o'sha narsani. Undan tashqari yana qulayliklardan-da bitta mijozni yukni 2-3 ta tochkadan olinishi mumkin. O'sha narsani ham platformada ko'rsatishi mumkin. Birinchi tochka A, B o'sha yerdan olinadi va olib borgandan keyin A, B, C bu har xil tochkalarga ham tarqatishi mumkin. Bu narsa hammasi o'sha demak ilovada amalga oshirilgan.
Qaysi marketing strategiyadan so'ng Kasva kompaniyasi tanilib ketdi? Bu yerda men aytgan bo'lardimki, biz marketing yo'nalishida boshidan bunday onlayn yoki billboardlarga chiqarib bu ishni qilmadik. Ko'proq o'sha fizический joylarga borib aytganimdek odamlar bilan gaplashib, chunki bizda endi rus tilida sarafanna radio degan narsa bor. Odamlar kimdir tavsiya bersa, men haqiqatan ishlatib ko'rdim, yaxshi ekan deganni kuchi billboard, onlayn reklama va Instagramlarga nisbatan kuchliroq. Biz shuning uchun birinchi navbatda o'shanga urg'uni berdik va har bitta mijoz bilan, ayniqsa yuk beruvchilar bilan har doim kontaktda bo'lib, call centerlarimiz kontaktda bo'lib, ana shu narsa bizga juda katta yordam berdi. Bir-biriga tavsiya berishni boshlagandan keyin bizda оборотlarimiz ham, pul aylanmalarimiz ham ko'payishni boshladi. Endi undan keyin albatta keyin biz Instagramda ham, internetlarda ham, billboardlarda ham chiqarishni boshladik. Bu ko'proq nima deydi, endi shunday вспомогательный, yordam beruvchi bir reklama strategiyasi desak bo'ladi. Hech qanaqa bonus berilmadi, faqat o'sha haydovchilarga o'sha o'z aytmoqchi brendoviy kepka, kiyim-kechak, shunaqa narsalar berish bilan cheklandi xolos, to'g'ri? Mana, to'g'ri. Demak, biz marketingni olsak, biz o'ylab birinchi navbatda reklamaga emas, ya'ni billboard, onlayn reklamaga emas, ko'proq shu yuk beruvchilarni o'zi bilan va haydovchilarga, misol uchun endi merchlardan tashqari biz ulardan boshida 1 yil hech qanaqa komissiya yechganimiz yo'q. 1 yil emas, 1,5 yil. Ya'ni o'sha o'rtada biz hech narsani ishlamayotgandik. Ko'proq pользовательlar, ko'proq yuk yuboruvchilar, iloji boricha ko'proq shu bazani ko'paytirishga harakat qildik. Va undan biz endi bir tarafdan uni xarajat emas deb hisoblashingiz mumkin, lekin biz undan pul ishlamadik-ku. Shuning uchun bizga vaqt ketdi, resurs, qancha vaqt ishlatgansiz, zararga ishlayapsiz. Endi bu hammasi o'sha marketingiy xarajat deb hisoblasak ham bo'ladi. Undan keyin albatta biz Instagramda ham, misol uchun o'zimizda kanalimiz bor, undan tashqari Telegramlarda, qolgan joylarda ham, billboardlarda ham reklamalarimizni chiqardik, lekin bu ko'proq ikkilamchi, chunki birinchi navbatda bu o'sha jonli odamlar bilan ishlashga urg'u berdik. Chunki ayniqsa O'zbekistonda endi rus tilida sarafanna radio degan narsa bor. Odamlarni tavsiyasi juda ham katta rol o'ynaydi. Siz misol uchun bitta yukni yuborganingizdan keyin ikkinchi do'stingizga yoki tanishingizga men yuborib ko'rdim, yaxshi ekan desangiz, bu 10 ta reklama ko'rgandan ko'ra bitta shu narsa juda ham ko'proq foydasi bor. Tushunarli. Agar kimdir Kasvani analogini, ya'ni arzonroq variantini qilsa-chi, nima bo'ladi? Bu raqobatdan qo'rqmaysizmi? Raqobatdan qo'rqmaymiz. Qilishsin, xursand bo'lamiz. Aytganimdek, ilovani o'zini birga bir kopiya qilish mumkin. Lekin ichidagi prosesslarini kopiya qilib bo'lmaydi. Chunki bu produktni, proseslarni odamlar yaratadi, odamlar olib boradi. Xuddi shu odamlarni kopiya qilib olib borib qo'ya olmaydi. Xuddi shu g'oyalar bilan yashaydigan, ishni olib boradigan odamlarni xuddi shunday olib bora olmaydi. Demak, programmani poddelkasi bo'lmaydi. Faqat originali bo'ladi. Ha, shunday. Tushunarli. Zo'r. Bozorda monopoliyani rejalashtirmayapsizmi? O'zi iqtisodiyot qonunlariga qaraganda har bitta korxona monopol bo'lishga harakat qiladi va bu tabiiy holat. Albatta. Demak, siz bo'lmoqchisiz. Imkoniyat bo'lsa, albatta. Qachon bunyat? Lekin biz raqobatchilikdan qo'rqmaymiz. Ya'ni biz har doim harakat qilamiz birinchi eng ko'p ulushga ega bo'lgan biznes bo'lishga. Lekin shu bilan aytmoqchi emasmanki, qolganlarga to'siqlik qilish kerak, yopish kerak yo'lini. Yo'q, bu nima deydi? To'g'rima-to'g'ri, haqiqiy, haqqoniy raqobatbardosh bozorda ishlab yutishni harakat qilamiz. Qancha bo'ldi ilovani boshlaganingizga va hozirgi paytda qancha haydovchi ish faoliyatini davom ettiryapti shu programma orqali? Ilovamizni boshlaganimizga 3 yilga yaqin bo'ldi. Hozirgi holatda 6000 dan ortiq haydovchimiz ro'yxatdan o'tgan, ya'ni tekshirilgan haydovchilar. Tushunarli. O'zbekiston bozorida sizni nima hayratga soladi ko'proq?
O'zbekiston bozorida bu o'ziga yarasha spesifikasi bor. Umuman olganda, misol uchun, men har doim yo Yevropa, yo Rossiya, yo Amerika bozori bilan solishtirsangiz, u yerda odamlar ko'proq mana shu chatlar bilan yoki telefon bilan bir buyurtma berishlarga layoqatligi ko'proq biznikiga nisbatan. Bizda odamlar shu telefon bilan gaplashib yoki Telegram bilan tez-tez yozib ishini hal qilishga o'rgangan. Va bu bizga chaqiriq aslida, chunki bu odamlar o'zi maksimal darajada sodda qilganmiz o'shani kiritishdi, lekin qayerdan qayerga olib borish kerak, kiritish kerak-ku odam, to'g'rimi? Yuk turi va nima deydi, og'irligi, qayerdan qayergaligi, vроде бы minimal talablar, lekin shuni kiritishga ham odamlarimiz erinadi. Bu chunki odatlanishgan shu narsaga. Lekin bizni asosiy chaqiriqimiz shu odamlarni odatini o'zgartirish. Bu eng qiyin narsa o'zi. Lekin eng minimal bir tochkaga yetib borsak, nuqtaga odamlar o'rgangandan keyin, o'zi sarafanni radio orqali hamma shunga qarab ketaveradi. Shuning uchun, lekin biz qachon bo'lar ekan, qachon olma pishar ekan, qachon og'zimga tushar ekan deb o'tirganimiz yo'q. Hozir sun'iy intellekt orqali shu ishlarni yanada ham osonlashtirish ustida ishlayapmiz. O'zbekistonda ko'proq ishlar kommunikatsiya orqali bitadi. Misol uchun, Telegramda ham haydovchilar gruppasi juda ham ko'p. O'zi ilova nimaga kerak? Ya'ni gruppa orqali ham olsa bo'ladi-ku. Yo, Telegram grup kanallar orqali ko'p narsa qilsa bo'ladi, lekin siz spesifik bir xizmatni oladigan bo'lsak, ekotizimi ertaga rivojlangan bir produktni ishlataman desangiz, bu ilovaga o'tishga majbursiz. Chunki u ilova sizni og'riqlaringizni yechib beradigan produkt qilib yaratilgan. Shuning uchun u yerda aytganimdek, masalan, Telegramga hozirgi bizda bor afzalliklarni kirita olmaysiz. O'sha call center misol uchun, yo tracking, yoki tarixi, misol uchun, siz agar yuk beruvchi bo'lib, kompaniya bo'lib ro'yxatdan o'tsangiz, sizda hamma tarixi bor, hamma statistika bor. Qachon, qayerga yuborildi, demak bu yana shaffoflikka ham yordam beradi. Bu ichidan izlab o'tirmaysiz-ku, yoki bir bloknotga yozib o'tirmaysiz, boshqa joyga yozib o'tirmaysiz-da, shu tizimni o'zidan hamma kerakli ma'lumotlarni chiqarib olasiz. Rahmat Muzaffar aka. Keyingi savolimiz: bugungi kunda Kasva ilovasi orqali mashina topish qanchalik oson yoki qiyin? Juda oson. 1 minutdan kamroq vaqtingiz ketadi. Yuk mashin topishga esa bizda eng tez topilgan yuk mashinamiz 17 sekund bo'lgan. Ya'ni bizni eng tez yuk mashinasi kelgani 17 sekund bo'lgan. Bo'lmasa bu yuk mashinasi, bu taksi emas. Endi shunday bo'lib qolganki, yuk tushirgan joyiga juda yaqin bo'lgan ikkinchi joyi, yuk yangi buyurtma bergan joyi, shunday tushirib bo'lgandan buyurtma berdi, yoniga haydab, o'psha hisoblab qiziqib chiqqanimizda 17 sekund olgan ekan shu narsa. Programma statistikasi bo'yicha ko'proq har bitta viloyat ichida shaharlar, shahar tumanlar aro ko'proq jo'natmalar ko'pmi yoki viloyatdan viloyatgami? Hozirgi holatda ko'proq viloyatdan viloyatga, ya'ni misol uchun o'sha Vodiydan Toshkentgami va hokazo. Lekin shaharda ichida ham biz yuk tashish xizmatlarini ko'rsatamiz. Tushunarli. Ilovadagi notanish haydovchiga men qanday qilib o'zimni yukimni ishonib topshirishim mumkin? Shubhali bo'lishi mumkinmi yoki qanchalik ilovaga ishonishim kerak? Men mijoz sifatida aytadigan bo'lsam. Birinchidan, hamma haydovchilarimiz tekshiruvdan o'tgan. Ularda ma'lumotlari bazamizda bor. Ertaga ma'lum biron narsa bo'lib qolsa, buni orqasidan yetib borishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozirgi holatda olsak, mana telegramlardan yoki telefonlardan qilishadi. Ko'pincha notanish haydovchilarga berib yuborishadi. Ya'ni bu risk hozir ham bor, ishonchsiz, lekin u yerda orqasida kimdir turib, bazasini ko'tarib, ma'lumotlarni ko'tarib, brend kompaniyani ko'tarib, falonchi ekan, bu nima deydi, haydovchi mana yerda yashaydi, demak mana shu yerda tug'ilgan yili mana shunday hech kim chiqarib bera olmaydi o'sha Telegram kanallarda. Bizda esa bu narsa bor. Endi любой joyda risk bor, lekin riskni kamaytirish
uslublarni biz o'zimizda qo'llaganmiz. Shu o'rinda haydovchilar uchun ham shu savol, to'g'rirog'i, misol uchun men haydovchiman, qanday qilib menga pochta berayotgan mijozga ishonishim kerak? Shartnomalar orqali, ya'ni bizni ilovada oferta shartnomalar qilingan. U yerda mijoz o'z tomonidan uni majburiyatlari, uni haq-huquqlari ko'rsatilgan va haydovchiniki ham. Demak, agar aytaylik shunday bo'lib qoldiki, bir yomon nima deydi, noqonuniy bo'lgan bir yukni yubordi. Yo'lda o'rtasida to'xtatishdi uni. Va ochib ko'rgandan keyin o'sha yerda birdaniga baribir protokol tuziladi. O'sha protokol tuzilayotganda biz o'zimiz tomonimizdan maksimal darajada yordam ko'rsatishga tayyormiz. Demak, xavfsizlik tomonlama, har tomonlama bu mukammal ishlab chiqarilgan. Kas va ilovasidagi narx shkalalarini, shakllarini tushuntirib bersangiz. Aytib o'tganimdek, kasvada narxlar sun'iy intellekt orqali belgilanadi. Ya'ni o'zi algoritmi berilgan, asosan nima deydi, o'sha uni yuk turiga qarab, uzoqligiga qarab yoki o'sha marshrutni qanchalik ko'p ishlatilishiga qarab u hozirgi holatda bozorda narx-navolar qanaqa bo'lishini ko'rib, shunga qarab to'g'rilab boradi. Misol uchun, yana endi oson bo'lish uchun o'rtacha 1 million bo'ladigan bo'lsa, sezon vaqtida, misol uchun, ko'p yuk tashish kerak o'shanda, yuk tashuvchilar defitsitda bo'layotganda, u yerda 1 million 200, 1 million 300 ham bo'lishi mumkin. Lekin naborotda ham bo'lishi mumkin. Yuk yo'q, yuk kam, o'shanda u 1 million emas, arzonroq bo'ladi. Demak, bu narsa bu yerda odam omili yo'q. Kimdir orqasida o'tirib narxni belgilay olmaydi. O'zi imkoniyati ham yo'q. Bu narxni buncha narxni belgilashga. Faraz qiling, biz bunday hisoblab chiqqanimizda boshida hali formulalarni chiqaratganda, algoritmlarni chiqaratganda, u yerda 100 minglab har xil demak variantlar bo'lishi mumkin. Chunki yuk turiga qarab, aytganimdek, masofasiga qarab, qaysi marshrutga qarab, misol uchun Toshkentdan Samarqandga 100 kilometrga 1 kilometr uchun bitta narx bo'lishi mumkin. Lekin Toshkentdan Namanganni Kosonsoy joyiga aytaylik, u yerda 2 barobar qimmat bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki Kosonsoyga yuk yurish mashinasi, yuk tashish mashinasi kam yuradi. Shuning uchun u yer qimmatroq bo'ladi odatda. Keyin u yo'l ustida emas, u oxiri borib u yerda yuk topa olmaydi. Ko'pincha bo'sh qaytib kelishi mumkin. Mana shunaqa holatlarga qarab, u o'zi avtomat ravishda belgilab keladi. Ilovada aqlli narx funksiyasi ham bor ekan. Shunday, xuddi shunday. Zo'r. Ilovada, misol uchun, agar men mijoz sifatida savdolashmoqchi bo'lsam nima bo'ladi? Savdolasha olasiz. Biz bu narsani hammasidan qizig'i boshida yo'q edi bu imkoniyat. Lekin aytdim-ku, biz har doim ustimizda ishlab, o'zimizda shu O'zbekistonda odamlarimizni, mijozlarimizni talablariga qarab o'zgartirishlar kiritib turamiz. Bozorga qarab formatlashar ekansiz-da, demak. Biz 2 yil oldin shu funksionalni kiritgandik. Bu qanday ishlaydi? Misol uchun, hozir o'sha 1 million, yana har doim 1 millionga olib kelyapmiz, oson bo'lishi tushunishga. 1 millionga hozir bozor narxi chiqib kelyapti. Lekin sizda vaqt bor. Siz kutishga tayyorsiz. Siz aytaylik 900 ming belgilayapsiz-da, kutib o'tiribsiz. Sizga bu 900 ming qilib kiritganingizdan keyin, chiqarganingizdan keyin hamma haydovchilarga bu ko'rinadi. Kimga to'g'ri kelsa, o'shani qabul qilsa, bo'ldi. 900 mingga sizning yukingiz yetkazib beriladi. Haydovchi qo'shimcha haq talab qilsa-chi? Mumkin emas. Haydovchi boshidan ofertalarda ham, shartnomalarda hamma joyda aytilgan qo'shimcha haq kelishilgan narxga olib boriladi. Agar haydovchi qo'shimcha biror narsa talab qilib qolsa, call center bor. Call centerga telefon qilib, bu narsani hal qilamiz joyida, birdaniga. Demak, endi bo'lishi mumkin, что 900 ming boya belgilagandan keyin mashina chiqmadi. Lekin 950 mingga olib borishga tayyor bo'lgan yuk mashinalar, haydovchilar bo'lishi mumkin. Demak, ular ham o'zi xuddi auksionda ishlaydi. Ular ham o'z tomonidan o'zi narxini beradi. Siz o'zingizga reytingini ko'rasiz, bergan narxini ko'rasiz. O'shani tanlab qabul qilganingizdan keyin, misol uchun 900 ming emas, 950 ming bo'ldi. O'sha 950 ming bilan buyurtma demak bajariladi. Rahmat javob uchun, Muzaffar aka. Kasva proyektini 5 yildan keyin qanaqa holatda ko'rasiz?
5 yildan keyin biz faqat O'zbekistonda emas, kamida Markaziy Osiyoda xizmat ko'rsatishimiz kerak. Undan tashqari sun'iy intellekt demak o'sha решениялari maksimal darajada har постоянно rivojlantirib boramiz. Undan tashqari ekotizim yaratish maqsad qilib oldimizga qo'yganmiz. O'sha aytganimdek logistik sentr u bo'lishi mumkin, boshqa partnyorlar bilan integratsiya qilib, umuman mana shu logistika faqat yuk tashish emas, logistika yo'nalishida bu sklad bo'lishi mumkin. Hamma yo'nalishlarni bitta tizimda jamlash. Tushunarli. Sun'iy intellekt masalasiga to'xtalsak, siz o'sha yuqorida zo'r o'sha ma'lumotlarda, keyslarda aytib o'tdingiz. Sun'iy intellekt nima deb o'ylaysiz? Keyinchalik bu faoliyatga qanchalik ta'sir qiladi kerak bo'ladi? 100% ta'sir qiladi. O'zi sun'iy intellektni rivojlanishi, paydo bo'lishi xuddi bir chiroqni paydo bo'lishi bilan tenglashtiriladi odatda. Demak, chiroq paydo bo'lgandan keyin qanchalik hayot o'zgarib ketdi, qanchalik umuman biznes, hamma narsa o'zgarib ketdi. Xuddi shunday sun'iy intellektdan keyin ham. Bunda olib qarasangiz statistika bor. O'zi oxirgi 3 asrda rivojlanishimizni ko'rib kelsak, mana bu pромышленный revolyutsiyadan 18-asrlarda bo'lib o'tgan. Undan keyin har bitta paydo bo'lgan revolyutsiyaga 100 yil kerak bo'lgan. Hozir esa bu o'zgarishlar nihoyatda eksponensial darajada oshib ketyapti. Ya'ni misol keltiraman. Mana internetga hozir hamma o'rganib ketdi. Hamma internetsiz yasha olmaydi. Lekin internet paydo bo'lganiga 30 yildan kam bo'ldi. 30 yil deylik. 30 yilda aytaylik shu dunyoda 60-70% aholi kamida internet bilan foydalanadi. Atak u 80 dan ham ko'p. Agar O'zbekistonni olsak, menimcha 100% ham bo'lsa kerak, 95% bo'lsa kerak. Sun'iy intellektni xuddi shu darajaga chiqishiga 3 yil ketdi. To есть hozir odamlarimiz ChatGPT ishlatadi, Gemini, borgan sari ko'p paydo bo'lyapti. Perplexity, Grok va hokazolar. Lekin bu hozir keyingi o'zi sun'iy intellekt 1 yilda 10 karra oshyapti texnologik kuchi. Endi buni 3 yilga ko'paytiring, bu 1000 karra bo'ladi. Bu deganiki sun'iy intellektsiz umuman rivojlanishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Korxonalar ham, biznes ham o'z ustida shunday ishlab borish kerak. Maksimal darajada tizimini raqamlashtirish kerak. Raqamlashtirmasa sun'iy intellekt ham ishlamaydi. Sun'iy intellektni ishlata olmadimi, bozorda raqobatchilikni yutqizib qo'yish xavfi juda katta. Dasturga qaytsak, ilovasiga, uni ham mobil formatda, ham veb-sayt formatda bor, to'g'rimi? To'g'ri, hamma. U doimiy ravishda yangilanib turadimi? Shunday. Biz biron o'zgartirish kiritsak, ham mobil ilovada, ham saytda hammasi bir vaqtda o'zgarish kiritiladi. Haydovchi sifatida, misol uchun, yo'l davomida qorligi yoki biror bir joyda avtohalokat bo'lganligi bo'yicha ogohlantirishlar beriladi ilovada. Beriladi, уведомлениyalar keladi, ogohlantirish, mana shunday qor ko'chish bo'lyaptimi, bir narsa bo'lyaptimi, ularga kelib turadi. Tushunarli. Dasturni yuk tashuvchi Yandex deb bo'ladimi, nima deysiz? Birga bir solishtirgan bo'lmasdim. Mana misol uchun hozirgi bozorda bilmadim, u Yandexni sizga raqobatlashtirish qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilmadim. Mani xayolimga hozir siz ilovani aytganingizda faqat Yandex kelyapti. Demak, yuk tashish bo'yicha bu Yandexdaqa ilova ekan degan narsa paydo bo'lyapti. Keling, solishtirib ko'raylik. Yandex juda ham katta kompaniya, bu SNG davlatlarida har tomonlama mukammal ishlangan. Farqlari misol uchun oddiy O'zbekistonda yaratilgan bu ilova qanchalik raqobatlasha oladi Yandex bilan? Qarang, Yandex bu katta korxona, katta servis va ular uchun mana bu call center qilish, har bitta mijoz bilan gaplashib o'tirish, bu bosh og'riq kerak emas. Ularga ilova kerak bo'ldi, shuni yaratib ilovani o'zi boshqaradi. Misol uchun taksida kimdir zakaz berdi. Zakaz bergandan keyin u keldi, olib borib qo'ydi, tamom, hech kim bilan gaplashmayapti. Juda ham kamdan kam holatlarda bir muammo bo'lsa, call centerga chiqib, o'shanda ham robot javob beradi. Biz bu yerda o'zimizni nima deydi, o'sha
farqligi joyimiz va afzallik joyimiz shundaki, o'sha call centerimiz mijozlar bilan kontaktda bo'lishimiz. Bu bilan aytmoqchi emasman, что biz mana shu call centerimiz bor, endi shu bilan o'zgarmaymiz, odamlarga bog'liq bo'lamiz, shunday qolamiz demoqchi. Bu bilan maqtana olmaymiz. Yo'q. Buni ham biz bu ertaga o'sishda xalaqit berishi mumkin. Buni ustida biz o'sha sun'iy intellektni o'sha ustida ishlashni boshladik. Hozir bilasiz, endi bilasizmi yo'qmi, misol uchun call centerda o'rnini olayotgan sun'iy intellekt решениялari paydo bo'ldi. Prosta bu narsani biz o'zimizni O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga mahalliylashtirilgan holda shu narsani rivojlantiramiz va shu bizning ustunligimiz bo'ladi deb o'ylayman. Chunki hozir Yandexda ham aytib o'tdingiz, yuk tashish, agar bu narsani oson qilish mumkin bo'lganda, hozir yuk tashish Yandex bilan ham qilgan bo'lardi bu. Hozir Yandexda faqat shaharda ichida yuk tashish bor. Shaharlar aro, viloyatlar aro yuk tashish yo'q. Shuning uchun o'ziga yarasha spesifikasi bor, lekin bizga imkoniyat bu yerda. Hozir kelajakda reja bo'yicha shunga o'xshash yana dasturlar ishlash plani bormi? Yo'q, bizda kelajakda faqat shuni rejamizda bizda kelajakda shu bor produktni o'zini mukammallashtirish, ya'ni rivojlantirish, ko'proq imkoniyatlar yaratib berish, o'sha aytganimdek ekotizim yaratish, maksimal partnyorlar bilan birgalikda ishlash va mijozlarga, umuman shu platformani ishlatuvchilariga ko'proq imkoniyatlar berish. Muzaffar aka, katta rahmat. Suhbat juda ham zo'r bo'ldi. Katta rahmat sizga buning uchun. Podkast tinglovchilariga tilaklaringiz. Podkast tinglovchilariga agar biznes egalarini oladigan bo'lsak, har doim samaradorlikni oshirish ustida ishlashlaringizni tilayman. Chunki hozirgi holatda mana sun'iy intellekt haqida ko'p gapirdik, rivojlanyapti. Umuman biz O'zbekistonimiz ham dunyoga ochilyapti. Keyingi yil mana rejalar bor. Demak, jahon savdo tashkilotiga kiramiz. Va bu degan nima degani? Bizni umuman iqtisodiyotimiz raqobatbardosh bo'lish kerak. Bu deganiki, samaradorligi ham yuqori bo'lish kerak. Va samaradorlikni yuqori qilishni usullari ham nima hozir? Bu raqamlashtirish, albatta, tizimni to'g'ri qo'yish, o'sha korxonaning tizimini va o'sha raqamlashtirish deganda biz o'zimiz tomonimizdan ishlarini yengillashtirishga tayyormiz. Tinglovchilarimiz orasida haydovchilar bo'lsa, ularga ham sog' salomatlik, oq yo'l, safarlari bexatar bo'lsin, ishlari o'ngidan kelsin, nasib bo'lsa, birgalikda mana shu tizimni rivojlantirib, sizlarning kelajakinglarda ham barqaror, shaffof bir tizim bo'lgandan keyin daromadinglar ham shunchaki bugungi kun bilan emas, shu umringizda oxirigacha bo'ladigan qilaylik. Bizni tanlaganlaringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat Muzaffar aka sizga ham. Qadrli do'stlar, podkastimizni suhbatdoshi Kasb va yuk tashish kompaniyasi asoschisi Muzaffar Hamdamov bo'ldilar. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, fikr va mulohazalaringizni, izohlar yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi podkastda ko'rishguncha salomat bo'linglar.